2020-yilda ishlab chiqarilgan Malibu 2 Premier avtomobili 88,000 kilometr masofani bosib o'tgan ekan. Holati yomon emas. Mana shu tomonda kapot bilan krilosida kraskasi bor ekan. Tazgina yorilib qolgan joyi bor. Shuni boshqatdan qildirib olsangiz, yana ham chiroyli holat keladi. Kapot sepilganda mana shu tazgina tegan, mana shuni karandashda chiroyli qilib to'ldirib, chiroyli qilib qo'ysangiz, yana ham zo'r holatga keladi. Toza Premier, bitta shu airbag otgan ekan. Shundoq turibdi aka, qildirmaganman deb aytishdi. 88,560 kilometr abduhabagrev hammasi bor. O'shani tarpetkasini bitta qildirib olsangiz bo'ldi. Arzonchiroq mashina. Balon holatlari zo'r. Balon sostenalari toza Premier. Mashina kir holatda anchadan beri haydalmay yotgan ekan. Pul zararligi uchun hozir olib kelib sotib yuborishayotgan ekan. Yomon emas holati, olib haydashga. Biz bu mashinani sizlarga olib maza qilib haydashingiz uchun 19,950 ga berib yuboramiz.